Boshqacha-yu bu. Saytxo'ja, charchamayapsizmi? Charchamadik mana. Soat ko'rsin. 2:26 7-fevral. Xo'p, Saytxo'ja shogird mana kraskani qo'lga suradi, yopishtiradi, mana bu bilan artadi, keyin doshkaga o'tkazib qo'yadi. Cho'tkimi? Zo'rmi? Skladda joyi yo'q, mana mashinam to'la. Endi hozir uzumni skladida bir burchakda turib olib, tovarlarni upakovka qilamiz. Bu yoqda mana uzum. Video yozsam qo'rqib ketaverasiz, Saytxo'ja. Yuzingizga o'zingizga qo'yib qo'yaman. Nima yo'q, qisqa ketdi. Shunaqa gaplar. Bugun ertalabgacha ishlasang kerak. Xona to'lgan, to'lib turibdi. Tovarlarni taxlab qo'ydim. Oxirgi baxtmuhri topshirishim bo'ldi bugun. Ya'ni sezonni yakunladim. Yelkamdan tog' ag'darilgandek bo'ldi. Do'stlar, bu video juda ham uzun va juda ham zo'r chiqdi. Umid qilamanki, sizlarga foydali bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin hammaga rahmat aytib o'tib ketmoqchiman. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun va qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar degan umiddaman. Men Instagram va Telegramdagi kanalimga ham obuna bo'lib qo'ysanglar, Telegramda eng so'nggi yangiliklarni ko'rib borishingiz mumkin. Videoni ko'rishda davom etinglar. Oldindan Hadi yürüyün. Boshqacha yo'l zahmatdan. Salom degansiz. Boshqacha yo'l. Guten Tag do'stlar, charchamayapsizlarmi? Bugun 4-fevralda, lekin soat 12 dan oshdi, 5-fevral bo'ldi уже. Xo'p, bugun 5-fevral, demak 14-fevralga kam qolgan, biza baxt muhri sotishimiz kerak. O'sha biznesni qilishimiz kerak, xullas. O'tgan yil juda zo'r sotganman, bu yil ham xudo xohlasa zo'r sotaman degan umiddaman va men buning uchun juda katta tayyorgarlik qilganman. Oldin bizning korobkamiz mana bunaqa bo'lardi. Qora pizza korobka edi va biza yangilik kiritib, mana bunaqa tayyorni ko'rsatdik. Korobka yasatdik. Hozir buni sabablarini tushuntirib o'taman. Bu yerda hozir 2000 tacha korobka bor. 2100 ta korobka bor. Yana 1000 ta kelish kerak. Xo'p, bu tarafda esa 2100 ta bu yoqda ham anaqa bor, salfetka bor. Mana bunaqa salfetka bor. Va mana bunaqa kraskani g'amlaganman. Cho'tka ham bor, cho'tka ham muammo emas. Xullas, mana bunaqa cho'tkalarim bor. Xullas, hamma narsadan g'amlaganman, lekin bitta muammoli joyi bor. Hozir aytib o'tib ketaman. Xo'p, birinchi navbatda tushuntirsam, oldin biz bunaqa korobka qilib nega aynan buni o'zgartirishga qaror qildik. Chiroyli ham oxir. Xo'p, Uzum marketda logistikasining o'zining tariflari bor. Tarif deb aytaymi buni, xullas. Kichkina gabaritli tovarlarga, o'rta gabaritli tovarlarga va katta gabaritli tovarlarga. Kichkina gabaritli tovarlar uchun Uzum market yetkazib berishga 5000 so'm pul oladi. O'rta gabaritli tovarlar uchun 8000 so'm pul oladi. Katta gabarit sotib ko'rmaganman, bilmayman. Xo'p. Bu qanaqa hisoblanadi? Qaysi tovar o'rta, qaysi tovar kichkina gabarit deydigan bo'lsak, agar mahsulotni uzunligi, kengligi va qalinligini yig'indisi 60 cm dan oshib ketsa, bu o'rta gabaritli tovar hisoblanadi. Agar 60 cm dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, bu kichik gabaritli tovar bo'ladi. Bizda hozir mana bu eski baxt muhrining korobkasi 31 cm, 31 cm va 3 cm mi shunaqa. Bu 60 cm dan oshib ketyapti. Bu narsani 2025-yil oktyabr oyida shunaqa o'zgartirish kiritdi Uzum. Bu hozir o'rta gabaritga kiryapti. Biz oldin bitta baxt muhrini logistikasiga 4000 so'm to'lardik. Oktyabr oyidan boshlab u 8000 so'mga oshdi. Xullas shunaqa. Shunga biz kichkina gabaritli tovarga kiritishimiz uchun kichkinaroq korobka yasatdik. Buni kengligi, uzunligi va qalinligini qo'shsak 60 cm dan kichkina.
Biza buni qilish uchun yana nimalar qildik deydigan bo'lsak, oldin biza ichidagi kraskasini, mana bunaqa kraskasini sous idish bozordan olib chiqib, kraskani olib bitta-bitta solib berardik. U sous idishimiz mana bu kichkina korobkaga sig'maydi. Mana bu korobkaga sig'maydi. Shu uchun biza aynan Xitoydan izlanib, qidirib, topib mana bunaqa ingichka kraskadan buyurtma qildik. Buni yaxshi tomonlari ko'p, ustun tomonlari ko'p. Biz oldin har bitta sous idishga o'zimiz qo'lda solib chiqishimiz kerak bo'lardi. Keyin uni mana bunga sovorardik. Buni ustiga og'ir narsa qo'ysa sous idish sinib ketardi. Mana bu esa biz uni solib o'tirmaymiz, tayyor holatda keladi va ichiga sovorsak ham, ustiga nimadan nagrushka bo'lsa ham uncha-munchaga sinib, ichidagi kraskasi to'kilib ketmaydi. Xullas shunaqa gaplar. Hozir biz bu ishimiz bilan bitta dona tovarning logistikasi uchun 3000 so'm pul yutdik. Bu degani bizni boshqalar 50 ming sotsa, biz 47 mingdan ham sota olamiz yoki konkurensiya qilganda bizga yengilroq bo'ladi. Konkurentlar bilan konkurensiya qilgan paytimizda biz bemalol ular bilan aniq qila olamiz. Yoki bir xil qo'yib sotsak ham biz ko'proq foyda qilayotgan bo'lamiz. Shunaqa gaplar do'stlar. Xo'p. Lekin men muammo nimada muammo aytaman degandim. Men mana bunaqa katta razmerdagi nima deydi buni? Holstdan g'amlab qo'ydim. Bu katta holstimiz mana bu korobkaga bemalol sig'adi. Lekin mana bu korobkaga sig'maydi. Ko'rishingiz mumkin. Bu korobkaga sig'maydi. Endi men buni yoki bu korobkaga solib bera olishim kerak. Yoki kichkina qilib kestirib qaytadan bo'yatishim kerak. Bu partiyani emas, boshqa partiyani kichikroq qilib kestirib turib, qayta bo'yatishim kerak. Kestirib qayta bo'yatishga ulguramanmi yo'qmi bilmayman. Endi buni vaqt ko'rsatadi, ko'rib boramiz. Agar katta korobkaga solib jo'natadigan bo'lsam, bunaqa katta korobkada menda kam soni juda. Menda 200 ta dona katta korobka bor. Agar ularni solib berib oladigan bo'lsam, xullas 200 ta dona sotolmay qolishim mumkin. O'shanga ko'ramiz. Shuncha tayyorgarlik ko'rdim shu sezonga deb, Xudo xohlasa, Xudo qo'llab olsa, sezondan omadli o'tib olamiz. Shunaqa gaplar. Keyin o'zim ham bu yerga boshqa maqsadda keldim. Baxtmuxr emas, balki mana bu organizmni upakovka qilishga keldim. Chunki bugun bularni kargodan olib chiqdim. Bu yerda yana nimalar bor deydigan bo'lsangiz, bu tomonda eski asabkalarim bor, sotilmay qolib ketgan narsalar, bu haqida alohida video bo'ladi. Bu yerda ilgichlar bor, vishilka. Mana bunaqa ajoyib transformerning vishilka. Va bularda ham xuddi shunaqa faqat temir yaxshiroq vishilkalardan bor. Bu vishilkalar juda zo'r sotilyapti, lekin 2 oy bo'ldi, savdosi juda tushib ketdi. O'shanga endi bularni Yandex Marketga qo'yib sotib ko'rmoqchiman. Yandex Marketga hali kirmagandim. Endi shu vishilka sabab bo'lib kirib ko'raman. Siqilyapsanmi? Siqilyapsanmi? Asabing buzilyaptimi? Kayfiyating joyida emasmi? Demak, puling yo'q sening. Pul topishing kerak. Mana motivatsiya. Qanaqa bundan ortiq, qanaqa motivatsiya bo'lishi mumkin? Bitta qiz bo'lgan ekan, bitta yigit bo'lgan ekan. Yigit qizni juda qattiq yaxshi ko'rar ekan. Qiz bo'lsa yaxshi ko'rmayganda. Shunaqa qilib ayrilibdi ekan. Oradan vaqt o'tibdi ekan, yigit mashhur inson bo'libdi ekan, yigit yaxshi pul topdi ekan, yaxshigina kuchayibdi ekan. Qiz esa afsus qilar ekan. Afsus qilar ekan. Do'stlar, baxtmuxr korobkani yasab qo'ydim. Bu yoqda va bu yoqda. Keyin 20 ta dona bundan yasab ko'rdim. Buni yasash qiyinroq ekan. Keyin skladni taxlab, supurib, tozalab qo'ydim. Ertaga kelib endi bularni ichiga baxtmuxr upakovka qilib olib beraman. Shunaqa gaplar. Do'stlar, charchamasizmi? Saidxo'ja, charchamasizmi? Charchamadik mana. Soat ko'rsang. 2:26 7-fevral. Xo'p, Saidxo'ja shogird, mana ishxonadan chiqdik. Nechida chiqdik ishdan? 8da. 8da chiqdik. Nima qildik 8da chiqib kelib bu yerga? Korobka yasab baxtmuxrni berib yubordik. Skladga.
Olib tashladik. 200 ta baxt muhri tayyorlab olib tashladik. 6 fevralda unda. Keyin qaytib kelib, nechta baxt muhri korobka yasadik? 500 ta 600 ta примерно. Xullas 500 ta dona baxt muhrini korobkasini yasab qo'ydik. Ertaga ham davom etamiz. Mana bu yoqda ham bor. Ertaga davom etamizmi? Ertaga turasizmi? Bor. Bu yoqda yana bor. Xullas biz shunaqa ishdan asosiy ishimiz bor. Asosiy ishdan chiqib qo'shimcha sifatida ishlaymiz bu yoqda. Ya'ni uzumda. Qo'shimcha daromad. Soat ko'rsatiga. Ketdik. 7-fevral kuni biz ishdan chiqib, Saidxo'ja bilan sherigim Rahmatjonning uyiga borib turib, kerak narsalarni olib oldik. Yo'ldan chiqib yana skladga borib tavri bo'lib keldik. Nechta bormi? Nima gap? Tinch. Do'stlar, charchamayapsizlarmi? Bugun qanaqa kun Saidxo'ja? 8-fevral. Endi 8 fevral bo'ldi, aniqrog'i, chunki soat 12 dan oshdi. Xo'p, biz Saidxo'ja bilan baxt muhri upakovka qilganmiz. O'zi etuvdim 3000 ta dona mana bunaqa kichkina korobkani yasatib qo'ygandim, lekin unga kichkina ichiga soladigan mana bunaqa faner yo'q. Bu katta. Uning ichiga sig'maydi. Buni esa bo'yab menga berishga uspet qilishmayapti, chunki sherigim qilib beradi uni o'zi ham baxt muhri sotyapti. O'shanga men o'zi g'amlab qo'ygan, bu yerda 275 ta dona nima mana qorasidan bor ekan, kattasidan. Kattasi ana yangi korobkaga sig'maydi, shu sababdan mana bunaqa o'zimiz eski oddiy oq pitsa korobkadan oldirdim 275 ta. Endi shuni hammasini upakovka qilib berib olaman. Shunaqa gaplar. Bugun ertalabgacha ishlasak kerak. Xona to'lib turibdi. Hozir upakovka qilganlarimizni qo'yishga ham joyi yo'q. Xo'p, bizda sezon boshlandi. Sezon boshlangandan beri hali bir marta 6-fevral kuni men 200 ta dona baxt muhri topshirdim skladga. Lekin u ham hali sotuvga chiqmadi. Undan keyin mana ertaga Xudo xohlasa 175 ta mana bunaqa oddiysidan va 150 ta dona mana bunaqa yangichasidan olib borib beraman xullas. Jami 275 ga 150 425 ta. To'g'rimi? 425 ta dona baxt muhri topshiraman. Keyin ko'ramiz vaziyatga qarab. Xullas sezon men kutganimdan ko'ra menga omadliroq kelmayapti, chunki menga mana bunaqa qora fanerdan yetishmayapti, menga bo'yab berishmayapti, uspet qilishmayapti. O'shanga balki o'zimiz bo'yashimiz mumkin. Shunaqa ehtimol ham bor. Shunaqa gaplar. Nima deding? Mendy. Короче, charchagan. Bola gapirgisam yo'q. Saidxo'ja nima qilasiz? Ko'rdik. Baxt muhrini upakovka qilamiz. Xo'p, bu eng oddiy komplektatsiya. Ichida xo'p, bitta faner bo'ladi, kraska qilingan. Oyoqchasi, ikkita cho'tka. Bu ikkita kraska va qo'lni artishga влажный salfetka. Anu brilog yoki rasmchi, ortiqcha narsalar yo'q, bu skromniy, eng kerakli narsalar bor ichida. Qolganlarda qo'shiladi, brilog qo'shiladi, rasmcha qo'shiladi, mana shu. Bu eng oddiysi.
Hozircha faqat 100 ta qildik. Mana bular bo'sh. Bular ham hammasi bo'sh. Do'stlar, bitta narsa, mana bu pizza korobkani bitta minus tomoni bor. Mana pizzaga tayyorlangan bu. Shunga orqasida havo aylanishdan ustida qolib ketishgan. O'sha joylarni skoshlab chiqish kerak. Agar o'sha skoshlanmasa, ichida mana bu shotkasi tushib qoladi. Yoki mana bunaqa ingichka bo'lsa, kraskasi tushib qoladi. O'shanga bilan hammasini orqa tomonini yopib chiqdim men bunaqa. Shunaqami? To'g'ri. Soat necha bo'ldi? Soat 4dan 17:10 o'tdi. 4dan 17:10 o'tdi. Biz 200 qanchalarni tugatdik xolos. Mana bu bittada 30 tadan bor. Shu qoldi. Mana shular qoldi. Tugatsak keyin ketamiz. Do'stlar, biz va nihoyat tugatdik. 275 ta soat mana 4dan 44 minut o'tdi. 275 ta tayyorladik. Buni xudo xolasa ertalab olib kelaman. 2 soatdan keyin. 2 soatdan keyin. Keyin yana ertaga topshirishim kerak bo'lgan narsalar. Nima? Baxtmi? Kichkinasidan nechta? 150 tami? 100 tami? 100 ta. 100 ta. 150 ta emasmi? Xullas, men bundan topshiraman. Hozir ikkalamiz ham uyqumiz kelgan. Nechtaligi esimda yo'q. Shunaqa gaplarni sekin ketyapmiz. Uyga borib, ozgina dam olib, keyin 6larda topshirib yuboraman o'zimga, xudo xolasa. Men bu narsalarni olib ketyapman. Bularni mana bir lok o'tkazish kerak. Biz o'tkazmay ichiga solamiz paketni. Ana paket qancha qo'ying, qayt qo'ydi? Qaysi paket? Tamam bu. Ya xullas mana kichkina zip paketga solib bera olamiz. Charchadik xullas. Shunaqa gaplar do'stlar, biznes qilsam oson emas. Oson emas. O'zbekistonda ham, chetda ham, xullas hamma yoqda xo'roz bir xil qilib qo'yadi. Gaplashamiz. Bisikletim to'lib ketganidan boya mashinaga ortgan narsalarimni tushirmabman ham. Bisikletda joy yo'q, mashinam to'la. Endi mashinada turib turadi, ertaga tovarlarni berib olgandan keyin buni olib kelaman. Bular ham baxt muhri ramkaligi. Buni ichiga baxt muhri solib, ana o'sha narsasidan solib, xullas baxt muhri qilishadi. Yangicharoq variant. Ko'pchilik sotyapti o'z-o'zimda. Shunaqa gaplar. Do'stlar, bugun uxlamadim. Uyga kelib shunday choyimni ichib, ana qaytib chiqdim. Hozir ishxonaga borib, boyagi 275 ta baxt muhriga nakladni chiqarib, keyin ularni olib Uzum markaga topshirib kelaman. Keyin qaytib kelib yana upakovka qilaman yoki vaziyatga qarab dam olishim mumkin. Tavarlarni taxlab qo'ydim. Do'stlar, soat 5:25 minut o'tdi. Bugun tovar topshirib keldim. Uyga kelib uxlaganman. Endi chiqdim hali uydan. Men bu narsalarni uydagilarga berdim, tayyorlab qo'yishgan.
Ertalab tovar topshirganman. Kechasi ertalab ketib chiqqanman. Xullas, hozir endi uyga kelib, cho'milib, uxlab. Do'stlar chap. Do'stlar charchamayapsizlarmi? Bugun 8-fevral. Soat 22:22. Biz baxtmuxir qilamiz. Kecha kechki payt qilganimizni 275 tani ertalab soat 7 da borib kelganman. Endi soat kechki 12 gacha uzumga, ya'ni 300 ta baxtmuxiri yetkazib borishim kerak. Xo'p, biz ham yangilik qilgandik. Mana bunaqa ramkali qilib. Ramka bo'ladi, komplektida oyoqcha bo'ladi. Ikkita shotka, ikkita влажный va mana bunaqa narsa bo'ladi. Kraska bo'ladi. Bo'ldi. Nima qilish kerak bo'lsa, kerakli narsa hammasi bor. Kraskani qo'lga suradi, yopishtiradi, mana bu bilan artadi, keyin noshkaga ham o'tkazib qo'yadi. Cho'tkimi? Zo'rmi? Shunaqa gaplar, lekin sal muammoliroq bo'lyapti. Mana bu ramka ichiga tushishga qiynalyapti mana. Ko'rsing, sayt qo'ydim. Sillo kirib ketdi lekin. Mayli, bu hozir udashni keldi. Sillo kirmayapti qolganlar. Xo'p, bu yoqda oddiy to'rtburchakligidan 200 ta qilib qo'yganmiz. Hozir bu yoqda bundan qilyapmiz. Bu 100 ta bo'lish kerak edi, lekin 100 ta dona mana bunaqa faner yetkazib berish olmadi. 80 ta berdi. Xo'p, biz 100 ta berishimiz kerak edi. Bizga 80 ta bor hozir. Endi 20 ta kam topshirsak, uni donasiga 2,5 ming so'mdan uzun shtraf qo'llaydi. Ya'ni 50 ming so'm shtraf qiladi menga. 20 ta donam kam olib borsam. Shunaqa gaplar. Hozir bo'lganimizdan keyin ketamiz. 12 gacha uspet qilsak bo'ldi. Shu bo'yapti. Bu tovog'im. Mana sig'mayapti. Hozir videoda ko'rdingiz-ku, sillo kirib ketdi. Ana, o'rganmanmi yo? Nima bo'ldi? Oqsan kirib ketdi. Endi bunisini videoga olish kerak. Ahroq kitobni oling, joyida oling. O'zi videoda, mana video ketyapti hali ham. Do'stlar, solaman deb sindirib qo'ydim ramkani. Ba'zilar sig'yapti, kelyapti, ba'zilar sig'mayapti. Mana musor bo'ldi. O'zi sal kichikroq urish kerak ekan, zazor bilan yondan mana bu spokойно kirib chiqadigan qilish kerak. Siqilyapsanmi? Asabing buzilyaptimi? Kayfiyating joyida emasmi? Demak, puling yo'q sening. Pul topishing kerak. Mana motivatsiya. Qanaqa bundan ortiq, qanaqa motivatsiya bo'lishi mumkin? Soat 1dan 16 minut o'tdi. Hozir uzundan tovar topshirib kelyapman. Bugun bokovka qilmayman endi kechki payt. Bugun uxlaymiz. Do'stlar, bugun 12-fevral, soat
kechki ko'rsalaring 23:06. Soat 12 gacha biz baxtni xabar topshirishimiz kerak. Shunga bosib ishlayapmiz. 10 minutdan keyin yo'lga chiqib ketishimiz kerak. Men 70 ta zakaz qildim. Do'stlar, soat 12dan 3 minut o'tdi va biz Saidxo'ja bilan nima qilamiz, Saidxo'ja? Bugungi qonun qilmagan narsaga. Xo'p, biz o'zimiz siklatda tovarlarni paketga qo'shib isbot qilmay qoldik. O'shanga hamma narsani mashinaga solib uzumga haydadik. Chunki 12dan keyin uzum siklatga kiritmaydi. O'shanga 12ga 2 minut qolganda kirib keldik va hozir uzumni siklatida bir burchakda turib olib tovarlarni paketga qo'yamiz. Bu yoqda mana uzum qabul qilyapti. Bizani baxtimizga o'chirt ekan. O'sha o'chirtdan foydalanib, navbatimiz kelguncha tovarlarimizni paketga qo'yib olishimiz kerak hozir. Qancha qo'ysam ekan telefon Saidxo'ja? Saksda. Endi bosma. Yo'q. Nima bosmadim shuncha turdim. O, kirib ketganman tavan. 308 ta. Do'stlar, soat 2dan 15 minut o'tdi. Men hozirgina keldim uzum marketdan, tovarlarimni topshirib keldim. Faqat baxt muhri topshirdim. Xullas 14 fevraldan oldin oxirgi baxt muhri topshirishim bo'ldi bugun. Ya'ni sezonni yakunladim. Yelkamdan tog' ag'darilgandek bo'ldi. Xo'p, jami bo'lib aniq hisobini bilmayman, lekin 1000 tacha baxt muhri topshirdim uzumga. Lekin hali bu hammasi sotildi degani emas. Bugungilar bilan qo'shilganda plus minus 1000 ta bo'lib qoladi. Bu degani hali hammasi sotilib ketdi degani emas. Endi bu yog'ini sotilishini, boshqalarini, hisob-kitoblarni qilamiz. Xullas, bitta katta sezonni o'tkazib oldim. Men o'zi to'g'risini aytsam, korobka hamma narsani ko'proq yig'ib qo'ydim, g'amlab qo'ydim. To'g'risini aytsam, o'rtacha 3000 ta sota olaman deb o'ylagandim, lekin 3000 ta sota olmadim. 1000 ta bergan bo'lsam, hali 1000 ta ham sotilmadi, lekin shu qancha sotilganiga ham Xudoga shukr qilaman. Zo'r bo'ldi. Unaqa yomon bo'lmadi. O'tgan yilgidan yaxshiroq bo'ldi har holda. O'tgan yil juda qiynaldim. O'zim bo'yab boshqa qilib, endi bu yil yaxshiroq bo'ldi. Endi oldimizda yana bitta 8-mart degan sezon bor. O'shani ham o'tkazib olishimiz kerak. Bu yoqda endi hammasi hisob-kitobini, sotilganini, qancha qolganini ko'rib chiqamiz. Shunaqa gaplar. Men esa kirib uxlayman. Do'stlar, endi hisob-kitob qilib chiqamiz. Soatimiz har doimgidek 22 fevral soat tungi 4dan 10 minut o'tdi. Bu video to'liq ravishda boshidan oxirigacha yarim tunda olinyapti. Montaji ham hattoki yarim tunda bo'lyapti. Men baxt muhrini katta partiyada 5-fevraldan berishni boshladim. 5-fevraldan to 20-fevralgacha filtr qo'yaman. O'sha 15 kun ichida nechta baxt muhri sotilganligini ko'ramiz. Nega unaqa qo'ydim deydigan bo'lsak, chunki 20-fevralgacha ham yaxshi sotildi baxt muhri, hozir ham yaxshi sotilyapti aslida. Xo'p. Mana 15 kun ichida men 817 ta dona baxt muhri sotganman. Buni jami summasi 37 million bo'lgan. Uzum komissiyasi uchun 7 million 30 ming olib qolgan. Logistikasi uchun yetkazib berishga 5 million 387 ming olib qolgan va uzum meni qo'limga 24 million 586 ming pul berish kerak. Hali bermagan buni.
10 kun ichida tashlab beradi. Agar vazvirat bo'lmasa. Xo'p. Ikkinchi do'konim, ikkinchi kartam, bu yangi karta edi, kamroq sotilgan. 67 ta dona sotganman. Jami summa 2.804 ming bo'lgan. Komissiyasiga uzum 532 ming olib qolgan, logistikasiga 536 ming olib qolgan va menga 67 ta dona baxt muhriga 1.735 ming pul bergan ekan. Endi buni hisob-kitobini qilib chiqamiz. Bular menda bor baxt muhrlarining turlari: oddiy to'rtburchak, yurakchali baxt muhri, oddiy to'rtburchakka brelok solingani, ramkali to'rtburchak yangi qilganimiz va men bu oddiy oq pitsa korobka eski qilayotganimdan 275 ta berib olganman-ku o'sha. Bular nechta dona sotilganligi, bular esa har birini tan narxi mana. Mana bu oddiy shuncha puldan tushyapti menga. Bu shuncha puldan tushyapti. Xo'p, bu esa uzun menga beradigan puli. Misol uchun uzun menga 29 ming beryapti, uni tan narxi 16 ming. Mana shunaqa. Bu esa bitta donasini foydasi. Bundan buni ayirib olganman. Mana 12 ming so'm bo'lgan buni foydasi. Buniki 10 ming, buniki 10 ming, 15 ming, 5 ming. Mana buni logistika xizmatiga pul tejadik dedim-ku men. Mana bularda tejaganmiz. Bunda tejadik, bunda tejadik. Mana bunda tejadik. Shunaqa. Mana bunda tejamadik. Shunga sal bu foydasi kamroq buni. Xo'p. Bu esa foyda deganman. Summasi, ya'ni mana buni 60 taga ko'paytirganman. Hammasini mos ravishda ko'paytirib chiqqanman. O'shanda men 15 kun ichida 8.893.884 so'm foyda qilganman va bu foydani olish uchun tikkan pulim 17.500.000 pul tikkanman. 17.500.000 pul tikib men 8.893.000 foyda qilganman. Mana 17.500.000 pul tikib 26 million qanchadir qilib olganman xullas. Xo'p, do'stlar, ko'rdinglar nima qildim, qanaqa qildim, hammasini yashirmadim, ko'rsatib berdim. Bu yerda endi ba'zi mayda-chuyda xarajatlar bo'lishi mumkin. Benzin xarajatlari, rasxodlari yoki o'sha yo'l kira xarajatlari, Yandex taksi chaqirganman, boshqa mayda-chuyda xarajatlar bo'lishi mumkin. Agar o'shalarga 800 ming olib tashlagan, o'shanda ham 8 million foyda qilgan bo'laman 15 kunda. Lekin qanaqa ishlaganimni ko'rdinglar. 9 kun men uxlamasdan ishladim. Nafaqat men, yonimdagi shogirdim Saidxo'ja ham uxlamasdan ishladi. Bu videolardan aytmoqchi bo'lganim nima? Men Germaniyaga borib, ko'rib kelganman-da. Men o'ylardim Germaniyaga ketmasimdan oldin. Qarchi boraman, pul topish oson, boshqa deb o'ylaganman, lekin borsam ishlash kerak bo'lar ekan yo'lda ham. Keyin o'sha mehnatni men o'sha chetda qilmasdan, ota-onamning oldida, shu oila a'zolarim oldida, o'zim vatanimda qilsam ham o'sha pulni topishimni tushunib yetganman. O'shandan keyin qaytib kelganman O'zbekistonga. Aytmoqchi bo'lganim, shunaqa mehnat qilsanglar, O'zbekistondan turib ham shunaqa pul ishlab topsanglar bo'ladi. Keyin meni vaqtim qanaqaligini ko'ryapsizlar. Kechasi bilan uxlamasdan ishlayapman, kechasi bilan uxlamasdan video montaj qilyapman. Shunga qaramasdan juda ko'p odam menga yozyapti. Men ularga javob berishga vaqtim bo'lmayapti. O'sha odamlar hammasi iltimos qiladi meni Telegramda kanalim bor, 3-yo'l nomli. O'sha kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Men o'sha joyda balki bir kuni o'tirib miting qilarmiz yoki nimadir qilarmiz. Savol bersanglar o'sha yerda javob beraman. Menga Instagramdan yozyapsizlar, Telegramdan yozyapsizlar, hamma joydan yozyapsizlar, kommentdan yozyapsizlar. Meni rostdan ham vaqtim yo'q, vaqtim yetmayapti. Keyin men kimlargadir javob beryapman chin dildan o'tirib. Ular misol uchun mendan prosta so'rayapti-da, u ishni qilmayapti. Prosta so'rab olyapti, mana vaqtim ketyapti, shuncha energiyam ketyapti. Xullas bilmadim. Yaqinda kurs ochaman. Shu uzog'i bir oylada, xudo xolasa kurs ochish niyatidaman. O'shanga kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, Telegramdagi o'sha joyda men aytib o'taman. Kurs qanaqa, nima, hammasini.
Shunaqa gaplar do'stlar, video foydali bo'lgan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.